Shoshilinch va muhim xabar. Endi hamma ijod qilishiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda fonogrammadan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonda konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Bu 8-aprel kuni qabul qilingan konsert tomosha faoliyatida jonli ijroni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarorida so'z boradi. Qarorga muvofiq 2025-yil 1-maydan davlat budjeti va budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladigan barcha konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha tadbirlari reklamalarda tegishlicha jonli ijro, fonogrammadan foydalangan holatda jonli ovoz yoki fonogrammali konsert dasturi deb aniq ko'rsatilishi lozim. Madaniyat vazirligi tomonidan ijodkorlarni O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi davlat mukofotlariga tavsiya etishda birinchi navbatda ularning jonli ijro eta olish qobiliyati inobatga olinadi. 2025-yil 1-iyuldan jonli ijroda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari bo'yicha reklamalarni O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kompaniyalarda efirga berish uchun tadbir tashkilotchisiga 30% miqdorda chegirma beriladi. Jonli ijroda va fonogrammadan qisman foydalaniladigan holatda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kanallarda tegishli teleradio kanal badiiy kengashining ijobiy xulosasi asosida bepul efirga uzatiladi. Har chorakda respublikaning barcha hududlari jonli ijro haftaligi o'tkaziladi.